Mard bo'lish uchun seni ro'parangga borib aytsa mard, seni ro'parangdan boshqa yerda aytsa nomard bo'ladi. Bu qanaqa qoida? Qaysi tupoy chiqargan qoida bu? Chetga chiqib olib, zamin haqida noloyiq gap gapirayotganlar ham yo'q emas bu. Lekin ba'zilari ilmlilar. O'zing O'zbekistonda emassan. Bu diyordan qochgansan. Dortiyada yashayapsan. Qayerda yashayotganini aytmaydi. Bir xonaga kirib olib turib uyalish. Lekin nimaga unaqa bo'lib qoldinglar desa, naryoqdan hali shaytonlar uxlatmayapti deb chiqqasan gapirasan. Adolatli sultonni ham hurmatini joyiga qo'yish Allohni hurmat qilish jumlasidandir. Yurtboshimiz ham o'ta oz uxlaydilar. Chunki oz uxlamagan odam unaqa ishni qila olmaydi. Oz uxlaydi, oz yeydi, oz gapiradi. Oz uxlaydi, oz yeydi, oz gapiradi. O'ylayapsizlarki, prezident uxlab o'tiriblarmi issiq joyda? Yo'q. Bu odam bizdan har birovimizdan kam uxlaydi. Endi ba'zilar hali shunaqa paytda gapiradiganlar bor ekan, shularga ham ikki og'iz eslatib ketamiz. Sen chetga chiqib olib turib aytyapsan-da shuni. Chetga chiqib olib, zamin haqida noloyiq gap gapirayotganlar ham yo'q emas bu. Lekin ba'zilari ilmlilar. O'zing O'zbekistonda emassan. Bu diyordan qochgansan. Dortiyada yashayapsan. Qayerda yashayotganini aytmaydi. Bir xonaga kirib olib turib uyalish. Nima farqi bor? Qayerga chiqib olaysiz? Zato shuni sen tushunyapsanmi? Qani bir O'zbekiston kelib aytchi deydi, bitta narsani haromligini tushuntirish uchun senga O'zbekistonga borish kerak emas. O'zi bir narsani aytishlikdan murod uni seni ashi haligi bema'ni qulog'ingga yetkazishlik bo'ladi-da, ko'zlayotgani, aytayotgan gapdan ko'zlayotgan g'oya seni qulog'ingga ketib kirib borsin. Qulog'ingga kirib borsa, o'sha yerda miya degan bir oppoq bir jins bo'ladi. Shu jonivorga ikkita tarafdan quloqdan kelgan informatsiyalar haligi jonivorni ishlatib yuboradi, ishlab ketadi. Shunaqa ekanmi degan xulosa chiqartiradi. Bizni ko'zlayotgan g'oyamiz shunaqa, qayerda turib aytsa ham. Uni oyda turib olib turib aytsang ham farqi yo'q. Marsga borib aytsang ham seni qulog'ingga yetdimi, seni haligi to'poy kallarni ishlatib yubordimi, demak g'oya hosil bo'pti. Undan boshqa g'oyamiz yo'q. Uni qayerga borib aytishlik nima qizig'i bor? Seni uyingga kirib olib, sen bilan birga o'tirib aytsa ham shuni eshitmasang, bo'ldi, tamom hamma ish. Shuning uchun maqsad eshittirishmi? Demak, eshityapsan ekan. Eshitmasang bunaqangi reaksiya bildirmas eding-da. Eshitganingdan keyin endi bo'ldi, eshitayotgan narsangga o'zing kallayni ishlab ber. Uni qayerdan aytayotganligini, nimaga aytayotganligini o'zi sog'lom odam muhokama qilmaydi. Shu dovdirroq odamlar muhokama qiladi. Chunki tashqaridan aytayotgan bo'lsa nima farqi bor? Bitta buzuqlikni tashqaridan turib aytsa, qizing buzilib qolib mana chiqib ketini qimillatib pul topyapti ekan. Bo'lmaydi, shu yomon ish, shuni tiygin. Shuni tavba qilib bir soliha qiz bo'lishiga chaqirgan desang, sen buni yo'q chetdan turib aytayapsan, meni qizim shunaqa yuraversin, to kelib meni uyimga qizim o'tkazib olib aytmasang, bu gapni qabul qilmayman desang, kimga zarar? Menga qizig'i yo'q, men bormayman sening uyingga. Seni qizing rasvo bo'lib yuraveradi, kimga foyda? Senga foyda. Shuning uchun eshitayotgan gapingni kallayni ishlatmaysanmi deyman-da shunaqa odamlarga. Chetda turib olib aytyapsiz, shu yerga kelib ayting, shu mard bo'lsangiz deydi. Mard bo'lish uchun seni ro'parangga borib aytsa mard, seni ro'parangdan boshqa yerda aytsa nomard bo'ladi. Bu qanaqa qoida? Qaysi tupoy chiqargan qoida bu? Shuning uchun haq gapni qaydan eshitsanglar ham olaveringlar, baraka topinglar. Bu haq gap deyotganda eshitgandan keyin bo'ldi, endi seniki u. Uni olasanmi, tashlab yuborasanmi, endi sen javob bersan unda. Aytgan odam aytib yetkazishdan javob ber. Aytdim, yetkazdim, bo'ldi, meniki tugadi. Odamlar eshityapti, mana javob qaytaryapti, bilmaydi. Birov salom beryapti, birov savolini yozyapti, birov smaylik qo'yib kulyapti. O'zi meni gapimdanmi? Seni ahvolingni kulishyapti bu bechoralar. O'z rostdan kulgili ahvolinglar. Lekin Alloh taolo o'zi insof berib to'g'ri yo'lga boshlasin. Baribir yaxshi umidimiz bor. Alloh taolo bu mo'minlarning qalbidagi hali iymonlarni ozgina uyg'otib olsa borib, juda ham yaxshi bo'lib ketadi. Oxirgi kunlarda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, YouTube'dan ba'zi bir viktorina savollar, ba'zida haligi xalqni fikrini bilish uchun ijtimoiy savollar beryapman, ya'ni ommaga. Shu yerdagi javoblarni ko'rib xursand bo'lyapman rostdan. 70%, 80%, ba'zi holatlarda 90% odamlar to'g'ri fikr bildiryapti. Albatta endi haligi guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganda jamiyatda orasida kurmaklari ham bor. 5%, 10%, ba'zi bir qiyinroq masalalarda fosiqligini ko'rsatgan bir 15-20% gacha odamlar boryapti, lekin alhamdulillah 80%. Endi bu ommaviy, bu yerda hech qanaqangi taqiq, haligi saralash degan yo'q. Qo'yib qo'yamiz. Iti ham kirib, biti ham kirib bildirsa ham uni bu siz it ekansiz, bit ekansiz deb chiqaraveradigan narsa yo'q. Ovoz beraveradi. Solih odam ham beradi,
bema'ni odam ham beradi, hatto kofir kelib ovoz bersa ham qabul bo'laveradi u yerda. Yaxshi qatnashyapti. 8 ming, 10 ming, 5 ming odam munosabat bildiryapti, lekin shuni alhamdulillah 80-85%, ba'zida 90% to'g'ri fikrlarga ovoz beryapti, yo'qsa to'g'ri fikrlarni ma'qullayapti. Haqiqatda xursand bo'lasan ekan, mana jamiyatda yana ham bir ishtirokiylarni kuchaytiringlarki, ya'ni bilaylik ya aytayotgan da'vatlarimiz, yetkazayotgan narsalarimizni ta'siri qanchalik bo'lyapti. Men o'sha narsalarga ko'rib xursand bo'ldim. Haqiqatda odamlar uyg'onyapti ekan, tushunyapti. Jamiyatdagi buzuqliklarni yechimini izlayapti. Yechim haqida narsalar tashlasang, to'g'ri yechimlarni tanlayapti. Alloh ajringlarni ziyoda qilsin. Yana bir takliflaringiz bo'lsa, yana ham bu narsalarni kuchaytiramiz. Inshaalloh shunaqa kuchaytiraylikki, haligi shaytonlar dod devorishsin. Mahmud Abdulmo'min degani bor. Bu hizbut bu. Vobshim eshitmasin buni. O'z dotam deyapti o'zi haligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi Aqaba bay'atida Makkada Allohning diniga yordam beradigan ansorlar bilan yig'ilib, Allohning dinini aziz qilish uchun uchrashgan mahalda shayton chiqib Minoda baqirgan, ya'ni odamlarning ovozi bilan baqirgan. Mino ahlida uni eshitmagan odam qolmadi, uni baqiriq chaqirig'ini deydi-da. Ey odamlar, nima qilib uxlayotibsizlar? Muhammad sizlarga qarshi bu yerda til biriktiryapti deb turib baqirib borgan, hali shayton chidolmagan, dod degan. Bugungi kunda shaytonlar ham baqiryapti. Ularni ma'ruzasini eshitgani ketkazgan vaqtingiz isrof bo'ladi. Ularni ma'ruzasini eshitish gunoh bo'ladi. Abdulmo'min degan biri bor ekan, kecha bitta ma'ruzasini eshitib Ko'ryapmiz oxirgi kunlarda bitta Rahmatilla degan bor. Kecha endi Termiziy deb qo'ysam xafa bo'libsizlar, xafa bo'lmanglar. Odatimizga muvofiq ulamolarimizni taklif qilganmiz. Mana meni yonimda Toshkent shahar bosh imom xatibi ustoz Rahmatulloh qori domla. shuni o'sha o'zimiz anaqa bo'yicha aytib ko'taraylik domla. Birinchi kundan o'rgatmasak, joriy qilmasak bo'lmayapti-da, maylimi? Xalq shuni tanyapti-da. Rahmatullohni tanimayapti o'sha. Demak, sizlarga mana o'ng tarafimda o'tirgan mehmonimiz Toshkent shahar bosh imom xatibi va Minor jome masjidi imom xatibi ustoz Toshkent shahar qozisi Said Rahmatulloh Termiziy hafizahulloh o'tiribdilar. Endi odamlarni to'g'ri tahallusi aytiladi. Muhammad ibn Iso at-Termiziy degan termizlik odam bo'lgan, zo'r odam bo'lgan. Butun dunyo biladi. Haqda ustida sa'y harakat qilgan. Shunaqa bo'lsanglar Termiziy bo'lasizlar. Endi ummat endi harakatga kelsa, haligi tepada aytganimizdek boshqaruvdagilar, amaldorlar, mashshoqlar, poraxo'rlar shuncha kirdikor tursa, shularni kirdikorlarini odamlarga ochib, ularni shu illatidan to'sishlikka harakat qilmasdan musulmon odamlar, ibodatdagi odamlar, halol haromni ajratayotgan odamlar haqida shunaqangi bema'ni bir, bu bema'niligingizga ham yaxshilab javob beramiz inshaalloh. Shunaqangi bema'ni bir videolar ishlab chiqsanglar, Termiziy deymizda. Ummatni tormiz qilib bosib turgan Termiziylar yolg'iz emassiz, atrofingizda shunchasi bor. Sizlar haligi Abu Iso at-Termiziyga o'xshagan Termiziylar emassizlar. Shuni bilib oling. Rostdan g'imillab qolishdi. Hani katta shaytonlar baqirayotgani yetmay, bu sallali shaytonlarni ham baqirasan deyapti-da. Bittasi chiqib olib post yozyapti. Biz Hizbut Tahrirga qarshi yana kurashimizni boshlaymiz. Sendan avvalgisi ham qanchasi kurashdi, o'lib ketdi, to'ng'iz qopdi qanchasi. Sen ham sendan keyingilar ham bo'ladi bu. Lekin nimaga unaqa bo'lib qoldinglar desa, nariyoqdan hali shaytonlar uxlatmayapti deb chiqqasan gapirasan. Adolatli sultonni ham hurmatini joyiga qo'yish Allohni hurmat qilish jumlasidandir. Yurtboshimiz ham o'ta oz uxlaydilar. Chunki oz uxlamagan odam unaqa ishni qila olmaydi. Oz uxlaydi, oz yeydi, oz gapiradi. Oz uxlaydi, oz yeydi, oz gapiradi. O'ylayapsizlarki, prezident uxlab o'tiriblarmi issiq joyda? Yo'q. Bu odam bizdan har birimizdan kam uxlaydi. Xuddi jamiyatda boshqa buzuqlik qolmadi. Jamiyat hammasi zo'r. Islomning o'sishi rosa tekis ketyapti. Davlat eng zo'r shar'iy hukmlar bilan ummatni boshqaryapti, haqqini yemayapti. Butun ommaning mulkini xalq uchun taqsimot qilyapti. Adolat qilyapti. Birorta bir bechora mazlum qolgani yo'q. Hamma zo'ravonlar jazolangan. Endi shunday bir omonlik yurtda yashab turib, keyin haligi mo'min bo'lgan, shariat hukmini talab qilgan odamlarga endi shular bilan qarshi kurashamiz desa, bunday bo'lmaysan o'zi. Chunki buzuqliklarni tashab, jamiyatingni atalas chiqayotibdi, shuni o'nglashlikka harakat qilmasdan endi islomiy jamoatlar bilan kurashasanmi? Boshqa qiladigan ishing yo'qmi?
shunaqa postlar yozyapti. Shunaqa bir tuban odamlarni ishga solyapti, gapirtirishyapti uni buni. Va bugungi mavzu Hizbut Tahrir siyosiy harakatining Ular o'sha sigaret chekishi mumkinligini, xotin kishi amir bo'lishi mumkinligini Hadis bilan isbotlangan yo'l turgan nima qilasan boshingni qatirib, yo vahobiy yo hizbut yo bir oqimga a'zo bo'lib, o'zingni avliyo yasab. Endi mana shu harom luqmalardan yeb tepanglarda boshqarayotgan o'sha boshliqlar, yo sizlarni undab shu uchun 3-4 tiyin berayotgan davlat idoralari bor haligi. Dinni nazorat qilib turadigan diniy qo'mita bor. Agar jamiyatda qarasa, o'shanaqangi viktorinalarda, ijtimoiy savollarda jamiyat kimligi ko'rinyapti-da. 80%, 90% odamlar islom uchun, islom shariati uchun, Allohning dini hayotga qaytishi uchun, shariat hukmlari bilan boshqarish uchun ovoz berayotgan mahalda haligi diniy qo'mita degan davlatda bir iflos tashkiloti bor. Ular uxlamay qoldi. Narigilarni qo'qitadiganni qo'qitib, pul beradiganni pul berib, mansab beradiganni mansab berib, mana bu narsaga ummat uyg'onyapti. Bu Allohning diniga shukr qilishga emas, prezidentga shukr qilishga chaqirgan. Allohning dini haq deganlarni yo'qlikka bir jon kuydirgan deb turib, bugun hammasini ishga solyapti. Hayron qolasan-da, shunaqa bir rasvolik bilan, shu zakaz bilan yashab, zakaz bilan shuni orqasidan tirikchilik qilib pul topib, farzand boqsanglar ertaga kim bo'ladi? Mana shuni bir o'ylab ko'rdinglarmi hech? Sizlar u eplab endi ahvolim shu edi deb o'tib ketarsizlar. Lekin mana shu haromlar bilan boqilgan farzandlar qobil farzand bo'lmaydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.